Qizlar muolajalarni davom etyapti. Mana vaginal muolajalarimizni davomi. Ozgina oldin bitta bemorga qo'yib kuzatdik. Ular ham natijasini sezib, mashalloh deb ketdilar. Hayzlarim zo'r, tiniq rangda kelyapti, endi og'riqsiz dedilar. Mana bular ham kecha o'tib yozgan bitta qiz. Sizlarga aytdim-ku, hayzlarim 7 kun edi, 5 kun bo'ldi, vaqtida to'xtayapti. Matkada уже qon aylanish boshlangan, og'riqsiz, mashalloh. Mana foydasini sezib ikkinchi muolajaga keldilar. Zurlarimiz kecha aytdim sizlarga, ishonchli 100%, mutlaq bir martalik tabiiy zarurlar mablarimiz ham adnorazli bir martalik, hamma idishlarimiz ham, pensiyatlarimiz ham bir martalik. Sterilniy ko'pchilik boshqa narsaga ahamiyat bermaydi. Mana buni sterilniy holatda bo'ladi. Va mana bemor oldida hozir probkadan yengi ochamiz. Bemor mana ko'rib turibdilar. Bemorni ko'z oldida ochamiz. Hamma narsamiz bir martalik va sterilniy holatda, hattoki paxtalarimizgacha sterilniy holatda. Mana pastellargacha plyonkalargacha bir martalik va sterilniy holatda, hamma narsamiz sterilniy. Bemalol